ijtimoiy tarmoqda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan xitoyliklarni O'zbekistonga kirib kelishi. Lekin xitoyliklarni baribir tushunmaganligiga o'tmaydi. Nimaga deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ushbu ko'rib turgan tepa-past dvokani 1 kilosi 60 ming so'mdan, например, donasi 30 ming so'm yoki 25 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Okeylar, ko'rib turgan detskiy kiyimlar. Paypodan ham arzon desam, ishonasizlarmi? Ko'rib turgan kiyimlar donasi 5 ming so'm yoki 4 ming so'mga to'g'ri kelishi mumkin. Kilosiga hisoblaydigan bo'lsa 60 ming so'm. Voy, hammasini olib ketishinglar mumkin. Mas ko'rib turgan yoqasi futbolkalarning narxi ham, yoqaligi ham bor ekan. Narxi 10 ming so'm yoki 12 ming so'mdan to'g'ri keladi. Buni ham kilasi atigi 60 ming so'mdan. Voy, diviziyani ikkinchi bilan she'ramisizlar. Ushbu ko'rib turgan katta-kichik tapchkani ham 15 ming so'mdan xarid qilsani bo'ladi. Cho'rsi satdoga bo'lsani 50 ming so'mdan olasizlar. Kevaverishinglar kerak. 100 ming xildan oshiq assortiment bor ekan. Birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi, xullas okeylar Marsga qo'yib qo'yishmagan ekan. Xolos. Mana obzorni bitta ko'ring. Videoni zudlik bilan oshna o'g'ayni, qarindosh urug' barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bunaqasi Namanganda hali beri bo'lmagan. Bunaqa narxda, nerealniy. Manzillarimiz Nurobodga chiqarish yo'l yuzida, Obod markazida barchalarni kutib qolamiz. Diviziyani ikkinchi avlida sizlar ham kelsani bo'ladi. Videoga bitta like bosib, barcha tanishinglarga yuborib qo'ying.